dunyoda eng kuchli bokschilar bo'lgan Terence Crawfordga sizdaqa biror raqobat qila olmagan. He's like fluid and jittery, but strong enough to get your tick. Guys look really fresh at this point. Terence Crawford faoliyatini yakunladi. Bu sizni qandaydir ranjitdimi? Ranjitdi desak ham bo'lmaydi. Nimaga deganda har bitta bokschini legendalar bilan, yaxshi bokschilar bilan o'zini sinab ko'rgisi keladi va shu nasib qildi menga. Shundan xursandman. Agarda yana qaytsa, yana nasib qilsa yana xursand bo'lamiz. Keyingi jangingiz qachon kamarga jang bo'ladi? Endi hozirda top 5 talikdamiz. Va xolos agarda imkoniyat bersalar bo'laveradi. Keyingi jang ham bo'lishi mumkin. Balki undan keyingisi bo'ladi. Aka, Terence Crawfordni muvozanatdan chiqargan ham birinchi O'zbekiston bokseri siz bo'lasiz. Boksni ko'rib maza qildi aka. Yangi boshlayotgan boksyorlarga bitta oltin qoida. Mehnat qilishdan to'xtamanglar. Har taraflama yaxshi bo'lishi kerak. Sport taraflama va odob taraflama. Undagina Alloh taolo ham beradi.